3 milyon 200'den Cobalt, 50'den 50 so'm to'laysiz. Endi 5 yildan necha so'm avtomat yaxshi emasmi? Xalq avtomat o'tib boradi, avtomat ko'rib keladi. 65 milyon bilan berib turibdi. Foizsiz mashina tutdilar. 18 oy 8%dan 2 yil 11,5%. 3 yil 8% kredit bormi Cobalt? agar ko'proq atamay. Xo'p 1,5 million olsam yillik foiz stavkasi 8% olib turibmi? 24 oy beradi 11,5%dan. 2 yil ham yomon emas. 11,5%dan. Qanechta 11,5% neydi, bu 25% neydi? Sizlarga qiziqarli, kerakli, hisob kitobati to'shni fakt video qilishga harakat etib turibmiz. Buning uchun sizlar like-ni ko'paytirib turinglar, kommentariyani ko'paytirib turinglar, podpiska bo'lmaganlar podpiska qilib qo'yinglar. Bo'ladigan yerini aytamiz. Bo'sha uning cho'lashib ko'ring, bo'lmaydi. Urganchda Xiva quruq va Xiva quruqdan Xiva qarab bir sal yursangiz svetofor keladi. Svetoforning chap tarafida era gastisa, to'g'risida dverok tak qo'yibdi. Bu yerda sizga kerakli ayna eshik ramlari bor, arzon ham bor, sal qimmatroq ham bor. Qimmat degan yerda nechik? Buna qaranglar. Ina, komfort ochgan sayin baho ko'tarilib boraveradi. Xalang arzonroqi, xalang qimmatroqi. Tashqi damir eshiklarni 2 million so'mdan tutib 15 million so'mgacha variantlari bor. Buni ko'ringlar. Buni ulli bir zavodda chiqadi. Ruchkasini o'zi. Buna sal qimmatroq, lekin puluna yarasha. Перегородка uchun buning da eshiklar ham bor. Termo degan variantlari bo'ladi. Keyin xonalar uchun, komnatalar uchun eshiklar. Misol uchun shuni puli 2 million 200 bo'lsa, shu pulning ichida zamoki, ruchkasi, qullapi, uyingizni olib borib o'lchashi, ustanovka etishi hamma vaji ichida shu pulning ichida. Telefonlashing, borib o'lchaydi, ustanovkasi, dastavkasi hammasi ichida. Texnikalarimiz ham ko'paydi. Bunda birinchi kamera, 2, 3 kamera. Uyinga ishlaydi bu kamera keldi. To'qqizdan bari kamerada. Yo'q, buni akşam oldu. Assalomu alaykum Real Dunyoning Real obunachilari, yaxshimisizlar, sog'lik yaxshimi? Tayyormisizlar, bormisizlar, omonmisizlar? Nechikizlar? Biz Amin Molla avtosalonidamiz. Amin Molla avtosalonidan sizlarga asosan Cobalt masalasida video qilamiz. Necha so'm bilan chiqadi? 3 yil necha so'm bo'ladi? 5 yil necha so'm bo'ladi? Oylik to'lovi, yillik foiz stavkasi hammasini o'tida tushuntirib boraveramiz. Salomlashib geldin. Assalomu alaykum hurmatli Real Dunyoning Amin Molla podpischiklari. Xudo xolasa ag'am bilan bugun Cobaltlarni bir qator kreditlari, nalichisi, ikkisini farqini aytib o'tamiz. Instagramda video chiqarib edik. Bizlar ham so'ngandan chiqarib edik. Bo'lishi mumkin deb chiqib edik. Talab ko'p, mashina talab ko'p. Talab ko'p bo'lsa uni rasulishga do'm qiyin gap ekan. Talab ko'p bo'lsa qiyin ekan. Ashunday talab ko'p mashin Cobalt aramızda oturan adamlar, niyet etib oturan adamlar üçün bo'ladi bu video. Eldirakdan azroq pul to'lab, necha so'mdan chiqishi. Qani bizlarga bo'lsa naqd olinglar. Lekin talab ko'p mashina. Qani bir yandan boshlayveramiz. Farqi masalasidan ketsak. Bu 165lik MCM Midnight falan. Oxirgisi. Ko'plazi 156lik ham bor buni, 165lik bor. Ikkisidan tag o'rasi chiqibdi. Aradan keling qani? Bo'ldi. Bu endi monitorlus ekan bu. Ikkisidan ham monitor bor bularni. Ha, ikkisida monitor bor. Ko'p klientlar keladidan 165lik berdiyda, keyin tushuntirib beramiz bir qator. Deydidan keyin 156likni olib turibdi. Buni ikkisini farqida bunda chexollar kojinli bo'ladi. Ha, bu kojinli bo'ladi. Kojinli. Ag'rinda obishnish tovarli chexol bo'ladi. Ha, chexolda ketdi farq bir dona. Keyin bu plasmassalar, obshipka plasmassalar hammasi qora bo'ladi bunda. Bunda shu obishnish seriya bo'ladi boshqa Cobaltlarning. Ha, o seri bo'ladi, bu qora svet. Xo'p. Keyin diskalar. Tovarda farq bormi yo faqat svetdimi? Ko'r svetida. Xo'p. Kachествоsi 1-2sini. Keyin diskalari bunda qora bo'lsa, unikida oq bo'ladi. Ha. Vam shu svetda farq bor. Ava. Xo'p, keyin farlari. Buniki qaraygan ikki farqi. Elde arka farlari. Unikida esa obishniy Cobaltnikining arkasi qizil, elde oq far bo'ladi. Keyin bu funksiyalari bir xil. Rullada knopkalar undan ham bor, bundan ham bor. Keyin monitor ikkisidan ham bor. Motorunda yani klapanını düzelden vacı ikisinden ham bor. Burada şu komfortunda farkı bor bo'ldi. Shunga 10 so'm qimmat yuradi bular. Shu farqlari uchun 10 so'm qimmat. Hozir endi talab bunga ko'p bo'lib turibmi yo arqi kojinli masina? Ag'ringa uni talab ko'proq bo'lib turibdi. Kojinli masina. Bunga so'rab kelib turibdilar, bir qator tushuntirganimizdan keyin aytib turib ag'rinab turibdi. Endi sizlar как ko'rasiz, qaysi ketsam ketaveradi, farq yo'q. Endi nalichi ustunda olganda ag'ri yaxshi. Kreditga chiqarganda 100 so'm 200 so'm bir qimmat chiqadi, unda u biliming ketadi. Shunlari bilan shuni ko'ring. Ha, şimdi. Shuni sidina qizdirishi ikki elda qizadi ikkisinikidan ham. Arqa qizmaydi. Yo'q, arqa qizmaydi, ikki elda qizadi. Nasi, vidlari bir xil narsa. Endi buni monitori yo'q-ku bor. Monitori yo'qlari az shartnoma mindirdi. Bayramdan keyin ilindi. Style bilan ko'na Midnight'lar bor 147. Hozir shartnomada bori? Bor 156ligi bor, 165ligi bor. Ikkisidan berib turibdi shartnoma.
56'lıkından büyün şartname ettik bize. Misal için. Kaçan alamız? Bizler grubi dogovorda bir ay atıp yazıladı. Dogovorda bir ay yazıladı. Lekin faktiski gap turibdi klientlarniki 10 günde, haftadan ham gap turganlari bor, 4 gün ham gap turgan bor. Yani yo'l ishi, bu yoqda tayyor bitib turibdi. Hep de yol işi aytgandin kar ne bo'lmasa yaqin kelishlik bo'lmasa ertaroq keladi da. Lekin ikkisi ham shartnomalar ochiq, polniy. Kelib turib yozilib ketsalar bo'ladi. Hozir masalonda bir xil olib turibdi. Ko'plar tayyor mashin bor ekan deydi. Yo'q. Tayyor mashin yo'q, ichida shu yozilib, hafta 10 gün, 4 gün, 5 gün, uzoq shu 15 kunni o'tmay turibdi ikkisi ham. Damoz masalasini tushib turibdi. Damozda kamida 25% bilan rassroshkaga chiqib turibdi. Avval 30 edi, 25 ham bor. 25% bilan 1 yil chiqadi. 50% bilan 22 ga chiqadi. Uni ham kelish muddati shu 10 ga 15 20 ga orasi bo'lib turibdi. Doğru adıza gap turibdi. Ha, bu qara deganingiz bu endi. Qara diskka bosh otni bo'yab qo'yibdilar qaraqa. Atak sifat bir va shu. Sifat bir narsa shu. Mana endi qara diskka qara svetda qo'shara ko'rinadi shu rambadan. Ha, shunga yopishadi. Ha, ko'plar shuni endi qara. Damoz yani ikkinchisi chiqqan deb turadi-ku. Buni 3 oy dogovor ochiladi deb turibdilar, xudo xolasa. Agar shartnomalar ochilsa ham uni ham beramiz shartnoma. Agar qiziqib yurgan bo'lsa, olaman deb yurgan bo'lsa, kelib turib nomermi, pasport kopiyamdan olsam berib ketsalar, biza telefonimiz ochilgandek, birgam bilan. Cobalt asosiy shu Cobalt masalasi bo'yicha video atalib, bugun endi mana Cobaltni o'tirib bir hisob kitob etib, chaq vaqtdan chiqadi. Hozir ham bir akamiz telefon etdi. Cobalt masalasida video etmadingizdan bu yaqinda dedi. Как раз hozir suyum ketib turibmiz apka dedim. Shuni aytib o'tamiz. Bo'ladi. Tak. Cobaltni o'zi asl narxi 150 yoki odamning 156'lıkdan ketaveramiz. 156'lık 156'lık hisob kitob etamiz. 156'lık hisob kitob etamiz. Araki 10 milyon qimmatini o'rtasida 10 milyon naqd pulda farq bor. Oylik etib olamiz desangizlar 100 so'm 200 so'm har oyda. Ashunday bo'ladi. 156 Cobaltni asl narxi o'zi. Buni men eng arzondan ketamiz. Eng arzon, eng kam to'lov oldindan. 30%. Eng kam to'lov 30% bo'ladi. Necha so'm bo'ladi? Sug'urtalar bilan birga aytaman sizga. Bir 50 milyonlar chiqib boradi. 50 so'mlar minus, undan ham 49 uchcha bo'lish ham mumkin. Plus minus 50 so'm bo'ladi. 49 yoki 50 yarim. Undan tashqari ko'p klientlar aytib turibdi hozir ikkilamcha, ko'plar ikkilamcha olib tushgan-ku ko'pincha. Ikkilamchalar endi ko'p. Ko'plar aytadi 50 million bersak, mashinadan necha so'm 40 degan savol ko'p bo'ladi. 50 million beradi-ku hozir. Mashinadan Enapoldan necha so'm 40 degan savol oladi. Siz 50 milyoningizdan 30% o'zi 46 milyon 830. Paşti 47 milyon so'm 156 dan 40'adı. Qolgan 109 milyoningizga Yo, sug'urtadan ayirgan pulni to'liq 40'adı, to'g'rimi? Misol uchun men tushuntiradigan bo'lsam, 50 so'm deb olamiz plus minus, 50 so'mni 2 so'mi sug'urta. Ava 2 so'm 2,5 so'm sug'urta. Bor 3 so'm deymiz. Bor 3 so'm sug'urta bo'lsa 47 qoldimi? 156 dan 47 ni 40 tashlaydi, bo'ldi. Ava to'g'ri. To'g'rimi axir? Bu ikkilamchining boshqa bank xizmati degan vazda yo'q. Misol ikkilamchida bank xizmati deydi 10 million 40'adi. Boshqalari shu 50 menda bo'lgan axir shu narsa. Shu narsa bunda yo'q. Sug'urtani pulini 2 million 3 million bo'lsa shu 3 millionni oldi, 47 so'm qoldimi? 47 so'm to'liq 40'adi. Qolganini 156 dan 47 ni oling misol uchun 109, hang? 109 ni 5 yil kredit beradi. 109 ni bank sizga bergani uchun bank o'zining xizmat haqqini qo'yadi. Faiz qo'yadi. Aşı faiz neçə? 25%. 25%. Yıllık faiz stavkası 25. İndi qarang 50'ni tölədim sizə. Qalğan aşı 109 mu? Qaysı birisi nə olub çıxdı? Adıma kredit olub çıxdı. Şunu siz mənə 5 yıla bölün. 3200 də ayına. Ayına 5 yıla oldu. 3 milyon 200'den çıxdı, doğru mu? Hı. 5 yıla 3 milyon 200'den Cobalt. 50'den 50 so'm төлəysiz. İndi işe 5 yılda mən kredi üçün, yəni 25%'ni uduk-ku. Neçə so'm 30 az. Hə, ölməyin. Neçə so'm qoşub töləyirsiniz? 80 milyon milyon mənədir üstünə plus minus. 5 yılda 80 milyon mənədir. 5 yılda. Siz bunu əgər 1 yılda tölə bərdim, 1 yıl olurun 80 milyonunu görəmiz. Neçə boladı yəni? 1 yılda. 15 milyon. 11, ana salamət olun. 1 yılda 15 milyon mənədir. Siz 1 yılda qutulub taşasanız. Yine bir yeri var, ikkilamchidan farkı az. Ko'p aytadi ikkilamchi bilan bir xil kubu deyish mumkin. Birinchisida bank uslug olmaydi, sho'ri plus. Ikkinchisida ikkilamchida siz chiqarsangiz 4 million oylik to'lov chiqdi, например, ayna. 4 milyoningizni kamida 3 milyoni yo 3,5 milyoni faiz olib turadi boshda. Ikkilamchida ko'pincha boshda foizga ko'p kiradi. Ana pulundan az kiradi. Shuning uchun ham klientlar 1 yildan keyin borib turib
Mana pulni üzüb Yapacak beraman bo'lsa- dese, falon pul chiqarib beradi bankka. Keyin qaraydi, "Voy, shuncha to'lab berdim-ku, men ana pulni shuncha qir qildim" dedi. Bunda uni emas, 3 million 200 bo'lsa, shuni yarısı ana pulni, yarısı foizga ketib turadi. Siz ana pulni ko'p to'lab borgan bo'lasiz, aymoy, sho'ram bor. Tushundingizmi? Tushundim. Demak, birlamchi menga vigidni. Vegetni ishatsa ham o. Bir notarius patach adıngizni o'tirib o'tirmaysiz, unga rasxat etib, bir adıngizni to'g'ri keladi, bir nomer qistirasiz. Sho'lari bor. 3 yil hisoblaymiz endi. 3 yil görsangiz. 50 so'm berdim, 3 yil. Oylik 4 million 300 lardan chiqib boradi. 4-300 lardan chiqdi. Primerni 305 dir. Yo. 289 dir belki. Misal 5 milyon, 4 milyon. Endi 3 yilda foizga necha so'm ketdi? 45 million nim minadi. 45 deyimda 3 yil. Lekin yana aytganimizdek 1 yilda qutulsan 15 so'm minadi. Bu size pul berib turgan adam. Bank yani. Aşının gap. Endi 50 so'm emas, men ikisinde 80 so'm pul bor. 50%. 50% bo'ldi yani. 50% men maşının 50%'ini to'lasam bana bank qandaydir limit berami? Yo'q, ne hech narsa o'zgarmaydi, shu durush. Shu durush bo'ladi. Lekin oylik to'lamiz tushadi. Samasa boy ana puldan 40 kandan keyin shuning bo'ladi-ku. 2 million 290, почти 2 million 300 5 yil chiqadi, 5 yil. 5 yila 2 milyon 290. 300 deymiz. 2 milyon 300'den çıktı 5 yila. 80'ni to'lasangiz. Sug'urtani içine girdingizmi? 80 to'lasangiz. Mashinadan 40 ana 2 so'm. Endi 5 yila necha so'm ne foiz to'lab berdi? 59 million. Yine gördünüzler mi? Arkında 80 bo'ldi. Bunda 59 bo'ldi. 20 milyon razlisa. Lekin eldinden siz yankını ko'proq to'lab berishingiz kerak. Ashuni yeri bor. Siz eldinden nechali ko'p to'lasangiz, shuncha o'tib qolasiz. Eldinden Hozir 2 million 290, 2 million 300 to'lab bordingiz. 1-2 oydan keyin masalan bir 10 million to'lab bersangiz, ana pulundan 40 yine oydan canlı tushadi. Ashuni yeri bor. Ko'plar shuni aytib olaman deb turibdi. Şunun bo'ldi. Ko'pchilik adam meni o'zim nechalik hisob kitob aytaman bu narsani. Eng zo'r vigidni variantini keyin xalqqa aytaman. Ishni ko'rdim, menda o'xshadi. Bu bank ko'plar so'raydi, qaysi bankdan chiqib turibdi deydilar. Hozircha Milliy bankdan chiqarib turibmiz. Sabab buni nima uchun chiqarib turamiz ham, ipoteka ham berib turibdi, boshqa hamkor ham berib turibdi, lekin bularda aylık spravka, aylık dohod so'raydi. Xo'p. Ya plastik оборот deydi, aylık spravka deydi. Ko'pincha 80-90% odamda u niyat yo'q. Ko'plar maydonda ishlaydi, boshqa. U aylık bo'lsa ham bir 7-8 million aylık so'raydi menga. Aylık masalan kredit summadan keyin ham yeb ichishni ham pul qilish kerak. Ha, o'lmang. Hozir Milliy bankda u so'ramaydi, to'g'ri bir pasport orqali chornida bo'lmasa bo'ldi, ya'ni kredit tarixi yaxshi bo'lsa bo'ldi. To'g'ri chiqarib berib turibdi. Bundan tashqari Milliy bankni bugun gaplashadilar, bugun ya ertang salonni o'zini ham keladi aytacaklar. Klientlar dogovorni olib ketib yurmaydilar. Shu yerga keladi Milliy bank, shu yerda o'tiradi. Shu yerdan bitib kassa to'lab, shu o'zida bitib ketaveradi aytacaklar. Bugun ya ertang keladi deb gaplashib bo'la biladi. Dogovorni sroki 1 kun 2 kun turadidan. Bu ham onlayn haftalik dogovor emas, bu zavodning o'ziniki 1 kun 2 kun dogovor turadi. Shuncha birinchi navbatda bankka borib, tekshirtirib, amma chotki bo'lmagan pullarni taxlab, kelib shartnoma olib borib to'lab chiqarib bergan yaxshi. Barib cho'lashib yurmaysiz deydi-da, bardingiz, yankini qarasa vaziyat cho'lashib. Точно. Vaqtingiz ketmaydi behuda, shuni aytadi. Xo'p, 80 so'm berildi. Men 100 so'm bersam nechga bo'ladi? 100 so'm bir mashinani sotdim, 80 so'm üstüne bir 20 so'm mal qolini sotgan bilan 100 ga doğruladım. 100 so'm naqd pulim bor meni. 5 yil 1 million 700 dan chiqadi, bilasiz. 1 million 700 dan chiqdi 5 yil. Shundan shu 25% yillik stavka. Men hech qanday foizni tushirish iloji imkoni yo'q Cobaltda. Yo'q. Bir bank ochib turadi, u ham bir hafta o'nga ishlatdan to'xtadi. Kapital bankda bir 2% tushadi. Reklama ham qo'ydik uni. Bunga 23 bo'ladi. 23. Yeshlisa razlisa emas. 11dan, 10dan, 15dan degan gap yo'q. Bo'lishi mumkin. Aytganingizning talabga qarab, dimnat bindirsa, u ham tushiradi. Atak talab ko'p mashina. Bo'lib turibdi. Talab bor. Agar talab nima bo'lmasa, uni ham rastroshga achaveradi. Lekin hozir olib turibdilar. Talab bor. Hozir men shuncha odam, biz söymkan boshlamasdan shuncha odam. Endi biz gecha qolib keldik, qarang tushadir. Xo'p, keyingi videoda Onyx masalasini nasak, Bobra, sizni ish bitmadi, men qutulmadim. Shu mashinani halatarim uni. Bo'ladi. Bu endi aytib turibdi, menga dedi mexanik bo'lsin dedi. Mexanik bo'lsa dedi, men keyfim shunda dedi. Yani gaz berib haydashim kerak. Bo'ladi, uni ham taxlaymiz, muammosi yo'q. Mexanikni atmosferniy axir motori. 1-2 atmosferniy oladi. Bunga 30likdan 2 balon amallasa bo'ladimi, 3 balon ham sig'adimi? 75likdan birini suqasiz, 2 ne yuriydi? 75lik polni zapravkasi bilan 250 ni indam yuriydi. 280 ham yurib turganlar bor.
Onda 90'lık bilen falan yürüyor ekan bu. 75'e çok çok sığıp turadi bagajına kichikgina. 75 Ekonomik kosları. işleymiş onu. Ha, ekonomik değil. Altı özü benzinden bir 5-6 neydi bular. 75'lik bilen dim köbüreysden. Hastayda sizdim hastayıymış. Hava. Az gelmiş. Avtomat yaxshi emasmi? Xalq avtomat o'tib boradi-ku, avtomat ko'rib kel. Endi hamma o'rganjikka ko'p yosh olarak adamlar ben mexanik yaxshi ko'radi. Avtomat sal haydalmaydi. Lekin avtomatni o'rgangan adam mexanik Mexanikka yoqmaydi. Misol, hafta 10 kun jo'rangizni Cobalt'ini aytadingiz avtomatni. Keyin mexanika o'tganda boshqacha ekan bu. O'rganib ketaverasiz asta. Sen ham bir bir operator, sponsor operator. Davrimda meni birikdi. Haydab yuborsin. Bu nadat hududi yo'qmi? Aymi haydab bilmem. Nova samaling 4 balon oldi. Shundan shu. Ko'rasiz. Onun ne şans Urbay oldu. shunday. O'zim operatorman. Yana sponsor. Haydasin Bakasını azat. verdiniz mi? 2 so'm. To'ppining bahasini verdingiz mi? Topu 2 so'm. sanma. 2 so'm. Yomon emas. Necha ko'zi ziyon oldi bu to'p uchun. Sotiladi bittaga. Maxsus. Keyingi videoda 10x dan aytamiz. Hozirda aytib o'tganimiz Cobalt masalasi bo'ldi. Cobalt rasroshka yo'q. Rasroshka yo'q. Shu bitalgida tez ochiladi degan gap so'zlar. Aslında kola bir televizyon kıdırıp. Shu men o'zim chestiryapti. Yamanlab o'tiribmiz biz shu tushib ketdi deb. So'ngan so'nasini aqir hamma so'ndi. Ibn faqat men hamma so'ndi. Men ham so'nganimni aytdim, 2-3 kun so'ndik. Lekin talab ko'p. Haqiqatan talab ko'p. Endi bir ham hozir bozorda Cobalt bahasi haydalganlar bitta bo'limini bo'lib turibdi-ku. Hozir asroshga olsak va qo'lindagi Cobaltlarning bahasi tushib ketadi. 200 bir oldu. Masalan 120-130 million sotaman degan mashinalari 100 so'raydilar keyin. Masalan, mana rasroshga bak, o'sharam bor. Ben rasroshka ochildi hamma 100 kilo Cobaltni olib boradi bozorga. Salonda rasroshka turibdi-ku. Ko'chada nechun bahasi tashaqatdi. Aytchagim, rasroshka bo'lgandan keyin ko'chada olmaydi klient. Salondan foiz tashib qo'ydi. Aytganimizda avtomat ko'ribganda ko'chada misol uchun 120 million ham topasiz, 110 million ham. Masalan, rasroshka olsa, u qo'lingizdagi mashina samosovoy tushadi, ikkisi bir narsa bo'lib turadi. Yana naqd duppa tashlaysizda, ammo rastroshka bilan bilinmaydi-ku o'zini, böyle iyi bir velosiped bilan o'yin qilgan. Nechani yurgan 70 ni yurgan 12 da bormi? 70-80 degan var. Necha beradi shuni bozorda? Endi bozorda bir 30-40 million arzon beradi. Lekin u yerda yurgani bor, yili bor, garantiya yo'q unga, sho'llari bilan. Ham nalish to'la boshlagan ikkilamchini bilasiz axir. Ikkilamchi oldi so'lashdi degan gap bor. Havo. Shuning uchun salonda tayyor 26-yil, 3 yil 100 ming kilometr garantiyasi bor. 60 million, 65 million bilan berib turibdi. Spark olsa sotadidan üstüne bir 15 million yetmasa qo'shib, foizsiz mashina olib turibdilar. Gaz ko'rsa garantiya yo'q oladi, gaz ko'rsa. Gazni dillerlardan qo'ysa garantiya chiqmaydi. Chevrolet'ning rasmiy dillerlaridan. Sizlarda bormi? Bizda bo'ladi, bizdan ham bor. Bizdan bo'ladi, boshqa odamlar dillerda diskiga bortirib qo'ysa garantiya chiqmaydi. Ko'chadan qo'ysa endi garantiya chiqadi kitobida. Xo'p, garantiya bo'lib bu GM Cobaltda misol uchun garantiya olsin bu yomon. Endi texnika-ku mingda bir mashina bo'lishi mumkin, aytib qo'ymaydi. Mümkün. mümkün. Bo'lishi mumkin degan yerinde. Misol Cobalt'ning garantiyasi bormi, falon yere bortirgan degan odamga eshitmadim men lekin. Misolda bundan buraya ya üzerimizde yazıp kıracağımız onu ya garaja girecekte kıracağımız bundan buraya temiz adını geçsek. Hop, Cobalt meselesindeki videolarımız şunun diyeyim oldu. En arzan baha 50 so'm. 50 so'mdan pesine yok. Yo'q. 30 so'm bilan Cobalt yok. Yo'q. 39 so'm bilan Damas bor ekan. 25 so'm bilan ham bor Damas. 25 so'm bilan ham Damas bor. Muamele rastroshka bo'ladimi? Rastroshka ham bor, kredit ham bor. Uni kredit yana vigitni oladi. 25% bilan chiqarsangiz 18 aya 8% dan 2 yil 11,5%, 3 yil 8%lik kredit bormi Cobaltda? yo'q, Damasda da bor. Damasda bo'ladi bor. 18 aydan 1,5. 18 1,5 yil. Agar ko'proq aytaman. Xo'p 1,5 million olsam yillik foiz stavkasi 8% olib turibmi? Havo. 24 oya beradi 11,5% dan. 2 yil ham yomon emas. 11,5% dan sam 3 million. Qanechta 11,5% neydi, bu 25% neydi? Lekin Damasdan u. Damasda. Endi Damas ham xo'jalikli mashina kudan. Damasdan yaxshi mashina bormi zakonning? Har kim o'yinda biri solsa. Shuni o'tida bir video atali 2 kundan keyin. Buni o'zi Damasdan administrat qo'yibman bu hozir. Damasdan bir video atali. Bizani ko'rib turibsizlar, sizlarga qiziqarli, kerakli hisob kitob etib, to'shni fakt video qilishga harakat etib turibmiz. Buning uchun sizlar bizani qo'llab-quvvatlab turinglardan, like-ni ko'paytirib turinglar, kommentariyani ko'paytirib turinglar, podpiska bo'lmaganlar podpiska qilib qo'yinglar. Muzaffar bilan sizlarga kerakli, foydali bo'ladigan yerini aytamiz. Bo'sha uning cho'lashib ko'ring, bo'lmaydi. Ulug'bek bobonni xatari bilan o'tiribdilar. Yaxshi mutaxassis, kuchli mutaxassis hammasi sizga nechik varianti yaxshi, sizniki saydan nechik varianti yaxshi hammasini tushuntirib aytadilar bolalar. Tushuntirib aytib beradilar. Ashunday gap.
Emin Molla avtosalonu mutaxassislari muomalasi to'g'risida ham kommentariyada fikr Yozinglar, bildirib va. ketinglar. Ava. Rahbariyat aytib turibdi, muomalasini ham e'tibor berib turib Bekzod dedi. Bollani muomalasi yaxshimi, yomonmi? Bir og'iz so'rab dursan ham shuni dedi. Shuni so'rab turibman. Qizlarimiz greznik, kofe, choy tashkillashtirib beradilar. Bolalar sizlarga zakonni muomala bilan tushuntirib beradilar. Sizga katta rahmat, omon bo'ling. Bizlarni ko'rib turinglar. Xo'sh, hammaga rahmat. Mana shirpa birini to'g'rilab bering, men olib ketaylik. Bo'ladi. 12 avtomat mexanik. Qaysini? Avtomat. Farqi yo'q motor. Erat ko'rib o'tiribdi deydi. Erat ertaga uyima bormasin deydi. A boraversin o'tiraversin 5 kilo palov bosib bermas deydi. Men aytdim-ku